Assalomu alaykum aka-ukalar. 28-fevral kunimizga shanba. Bu mashinamizga ham qilingan ishlardan polilargacha qilib berildi. Yon sandiqchalargacha qo'yib berganmiz. Korniza termiz qilib berildi. Oldi choklari. Hop, yana qilingan ishlardan duga qilib berdi. Orqasiga mana. Har doimgidek pulni turamiz. Qulupchalikli bo'ladi. Ekosi ham. Ustida ham qulupchalik bo'ladi. Ichki holatlarga keladigan bo'lsa, ichki holatlari mana bekli qalinlikda faner bo'ladi. Hop, qismi mana asinkovka rossiyskiy 5 sm dan qayrib bergan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilib ishlaymiz. Qiz beramiz xudo xolasa. Bu mashinamizga ham tent qilinyapti. Uni ham alohida videosini chiqaramiz.